Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida Real Sanjik nomi bilan tanilgan Sanjar Karimovga oid jinoyat ishi yakunlanib, sud hukmi o'qildi. Marhamat, sudlanuvchi Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'li. Sud sizga himoya uchun so'z beradi. Himoya so'zingiz. Alibayev oilasini aldamagan. Mana aldov yo'li bilan mana ishonchiga kirib deb ayblov xulosasida yozishibdi. Men ularni doveriyasiga kirmagan bo'lsam, ularni tanimagan bo'lsam, ularni hayotda ko'rmagan bo'lsam, meni himoya nutqim shundan iboratki, hammaga shu aydin yuz qo'yganimmi? Aydin pul berganimmi? Notariusga ularni o'zim taklif qilmagan bo'lsam, notariusni bo'g'magan bo'lsam, bermanga deb, qo'lni qo'y deb, mana birinchi pokazaniyalarni mana eski devasidan o'qib ko'rganlar. Mana savol berib yotibdi. Rismatov Shahzodga aytgan bo'yicha rasmiylashtirib bergan vaqtimizda uning sherigi bo'lmagan deb. Men qanaqa qilib sherik bo'laman pul berib? O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 454, 457, 462, 463, 465, 468, 471, 473 moddalariga amal qilib sud hukm qiladi. Sud sudlanuvchini Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi firibgarlik, 112-moddasi 1-qismi o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, 273-moddasi 2-qismi giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va o'tkazishni nazarda tutgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topdi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 4-qismi A bandi, 112-moddasi 1-qismi va 273-moddasi 2-qismi bilan aybdor deb topilsin. Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'liga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-modda 4-qismi A bandi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 400 baravari, ya'ni 136 ming so'm, 136 million so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Sud hukmi bilan Sanjar Karimovga 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi hamda bazaviy hisoblash miqdorining 410 baravari miqdorda jarima tayinlandi. Hukmda jazolar alohida ijro etilishi belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59, 61-moddalariga asosan tayinlangan jazolarni qo'shish yo'li bilan uzil-kesil Karimov Sanjarbek Bahrom o'g'liga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi hamda bazaviy hisoblash miqdorining 410 baravari, ya'ni 139 million 400 ming so'm miqdorda jarima jazosi tayinlansin. Sudya Bahrom Berdiyev hukmda jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy zarar qoplanganini qayd etdi. Shuningdek, sudya 2 nafar jabrlanuvchilarga jinoyat oqibatida yetkazilgan moddiy va ma'naviy zarar yuzasidan fuqarolik tartibida sudga murojaat qilish huquqini tushuntirdi. Sud yakunida Sanjar Karimov hukmdan norozi ekanligini bildirdi. Jurnalistlarga intervyu berdi. Men o'ylaymanki, sudya adolatli va xolisona qaror chiqarmadi, dedi Sanjar Karimov. Restoranda hammaga aytib o'tmoqchimanki, nahotki O'zbekistonda nomaqbul dalil ishlamasa, nahotki shunchaki odamlar kirib topgan narsasini bemalol aylatib olib ketsa bo'ladi. Bunga boshqa adresga olgan narsasini olib chiqib tashlab ketib olib ketsa bo'ladi. Kimga mana mahsulot sotimlari 400 ming so'mlik olib o'sha narsani, o'sha marhamat chiqarib olganlar nahotki shu narsani shu bilan zo'rlash 400 ming so'mlik Sudya esa kim qarordan norozi bo'lsa, belgilangan tartibda yuqori sud instansiyasiga shikoyat qilish mumkinligini eslatdi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Aydus Ermakbayev, Zohidjon Mamasoliev, Toshkent. Sud nima uchun bunday qaror qabul qildi? Hukm mazmunini tushuntirib berishimiz kerak. Karimov Sanjarbek 168-moddasi 4-qismi va 112-modda 1-qismi, 273-moddani 2-qismi bilan ayb e'lon qilingan.
birinchi epizod bo'yicha 168-moddani 4-qismi A bandi bo'yicha sud majlisida, sud tergovida bevosita barcha ishga daxldor bo'lgan shaxslarni so'roq qildik, savol-javob tarzida o'tkazdik. Aniqlangan holatlarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining plen qaroriga ko'ra, Oliy sudining plen qarorining 12-bandiga ko'ra, agar qonun talablariga muvofiq tuzilgan bitimlar, shartnomalar yuzasidan nizoni sudda ko'rish natijasi bo'yicha taraflardan birida o'zganing mulkini yoki o'zganing mulkiga bo'lgan huquqni qo'lga kiritishga nisbatan qasd, mulkni yoki unga bo'lgan huquqni egallashdan oldinroq paydo bo'lganligi aniqlansa, sud bu haqda jinoyat alomati bor yoki yo'qligini aniqlash uchun prokuratura idoralariga xabar qilinishi lozim deb belgilab qo'yilgan. Shuningdek, sud tergovi davomida aniqlangan holatlarga ko'ra, Alimbayevalar oilasi Rismatov Shahzodga uyni vaqtinchalik garovga berish va buning evaziga qandaydir biznes ishlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan vaqtinchalik garovga berish nuqtai nazaridan uylarini berishga rozi bo'lgan. Vaholanki notarial idorasiga borilganda bu bino yoki turar joy, uy-joy garov uchun emas, balki oldi sotdi shartnomasiga asosan rasmiylashtirib olingan. Shunday bir vaziyatda Karimov Sanjar Bahrom o'g'li tomonidan 12 kun muddat ichida uyni qaytarib berishi Alimbayevalarga ma'lum qilingan. Yakunda Rismatov Shahzod O'zbekistondan chiqib ketganligi yoki Dubay shahrida Qozog'iston Respublikasida bo'lganligi munosabati bilan Alimbayevalar to'yi buzilganligi, bundan tashqari o'ziga tegishli bo'lgan uy joyga egalik qila olmaganligi nuqtai nazaridan sudlanuvchi Karimov Sanjar Bahrom o'g'li bilan munosabatga kirishadi. Munosabatga kirishgan vaqtda Karimov Sanjar Bahrom o'g'li bevosita bu mazkur uy joy Rismatov Shahzod yoki boshqa holatlar yuzasidan uyni garovga berilganligi, sotilmaganligi yuzasidan bevosita xabardor bo'la turib, uy joyini boshqa shaxsning nomiga o'tkazib, begonalashtirishga harakat qilgan. Agarki bundan tashqari 112-moddasi bo'yicha Rahmatullayeva Feruza tomonidan ko'rsatma berildi. Buni sud tergovi davomida sud majlisida Rahmatullayeva Feruza bilan sudlanuvchi Karimov Sanjar o'rtasidagi so'zlashuv stenogrammasi eshitildi. Unga ko'ra Karimov Sanjar tomonidan dastlab haqoratli so'zlar bilan Rahmatullayeva Feruzaga murojaat qilingan va buning ortidan o'g'lingni tobutini ko'ramasan yoki unday yoki bunday so'zlar bilan qo'rqituv yoki zo'rlik ishlatish bilan so'zlar ishlatilgan. Sudlanuvchi Karimov bevosita buni ta'kidlab o'tdi. Men haqorat qildim. Buni tan olaman va omma oldida uzr so'rayman, kechirim so'rayman takror. Inkor etmadi va shuningdek Rahmatullayeva bilan olib olgan suhbatlardagi barcha so'zlar unga tegishli ekanligini ham inkor etmadi. Sud tergovi davomida sudlanuvchi Karimov bir narsani ta'kidlab o'tib, agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, shu so'zni himoya so'zida ham ta'kidlab o'tyapti. Men Rahmatullayeva Feruza bilan gaplashganimda o'g'lim uchun men javobgar emasman, pulini to'lay olmayman, osmon qo'lingda bo'lsa tashlab yubor degan so'zidan keyin jahlim chiqib haqoratli so'zlar bilan haqorat qildim va bu haqoratli so'zlarim ommaviy axborot vositalariga yoki ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketganligi nuqtai nazaridan menda real qo'rquv xavfi paydo bo'ldi. Ya'ni menga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilishi mumkin yoki menga nisbatan qamoqqa olinish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanishi mumkin degan real xavfni bilganim uchun men Rahmatullayeva Feruza bilan gaplashgan vaqtimda unga taklif berdim. Advokat yordam berish kerak bo'lsa yordam beradi advokat, o'g'lingni ishiga yordam beradi. Bu narsani sun'iy intellekt amalga oshirganligini ta'kidlab o'tgan, men tomonidan bajarilmaganligini aytib o'tdim deb bevosita ko'rsatma beryapti. Jabrlanuvchi Rahmatullayevaga aytilgan o'g'lining tobuti keladi. Hali unday qilaman, hali bunday qilaman degan so'zlardan Rahmatullayeva bevosita, bilvosita o'ziga tahdidni, zo'rlikni his qilgan deb hisoblaydi sud. Sudlanuvchi Karimov uyidan olingan giyohvandlik vositalari bo'yicha so'roq savol javoblarda giyohvandlik vositalari unga tegishli emasligi, balki marhum otasiga tegishli ekanligi haqida bevosita ko'rsatma bergan. Va bu so'roq bayonomalarida ham o'zining aksini topgan. Shuningdek, tergov vaqtida shu ola-bula rangli palto
ichki cho'ntagidan olingan giyohvandlik vositasida keyin DNK tekshiruv natijalari o'tkazilgan. DNK tekshiruv natijalariga ko'ra ushbu paltadagi yuklar bevosita sudlanuvchi Karimov Sanjar Bahrom o'g'liga tegishli ekanligi tasdiqlangan. Ana endi e'tibor berish lozim bo'ladiki, sud shu narsaga ahamiyat berdiki, olingan giyohvandlik vositalari ikki xil turda va ikki xil vaznda. Ikki xil turda va ikki xil vaznda hisoblanadi. Va bu giyohvandlik vositasida narkologik ekspertizasi o'tkazilgan vaqtda sudlanuvchi Karimov hayoti davomida giyohvandlik vositasini iste'mol qilib ko'rmaganligini, bu haqida tushuncha bo'lmaganligi haqida ma'lum qilgan. Bu xulosa bevosita sizga nisbatan, ya'ni sudlanuvchi Karimovga nisbatan o'tkazilgan narkologik ekspertizasini Stepanov tomonidan tasdiqlangan narkologik ekspertiza xulosasida diqqat bilan eshiting. Diqqat bilan eshiting. Sud majlisini olib borish tartibiga rioya qiling. Iste'mol qilmaganligini bayon etgan. Shu nuqtai nazardan tergov davomida ham xuddi shunday ko'rsatma berib kelgan va sudlanuvchi Karimov va uning advokatlarining talabiga ko'ra qonun doirasida dastlab epizod jabrlanuvchilar, guvohlar so'roq qilinib, so'ngra sudlanuvchining ko'rsatmasi tinglandi. Tinglangan ko'rsatmalarga ko'ra sudlanuvchi Karimov bevosita marhum otasiga tegishli bo'lgan deb ta'kidlab kelayotgan giyohvandlik vositasini bir marotaba iste'mol qilib, ikki marotaba deb aytyapman. Iste'mol qilib, qolgan qismini keyinchalik iste'mol qilishi mumkin deb saqlab kelganligi haqida ko'rsatma berdi. Tergov vaqtida, ekspertiza o'tkazish vaqtida, sud tergov vaqtida turli qarama-qarshi bergan ko'rsatmalaringiz, beqaror ko'rsatmalaringiz va olingan giyohvandlik vositalari ozginadan ko'p miqdorda bo'lganligi va turli manzillarda, turli miqdorlarda, turli ko'rinishda topilganligi buni keyinchalik o'tkazish maqsad saqlash deb sud baholadi.